Dadam Alloh salomat qilsin, 3 ta bolani bir paytda o'qitishga to'g'ri kelib qolgan. Qiynalib birovlardan ba'zan pul topa olmay qolgan paytda qarz so'rab, katta boshlarni kichkina qilib bizni kontraktlarimiz to'lagan rost eslayman. Har safar pulni olib borib kassaga topshirayotganda aytardimki, Alloh nasib qilsa, men bu pullarni oqlayman. Dadamga bu qilgan xarajatlarini, menga kiritgan investitsiyalarni ming barobarlab qaytaraman degan rosa niyatlarim bo'lardi. O'sha payt kontrakt taxminan 3.300.000 edi. Bu bilmadim. Bitta oila bir 700.000, 800.000 pul topadigan holatda kamida bir 6 oy agar orttiraman desa 10 oy harakat qilib topadigan pul edi biz o'qigan paytlari. 10 oylab topadigan pullarda Alloh nasib etsa hali shunday kunlar keladi. Bir kunda, bir soatda buni 10 barobar, 20 barobar, 100 barobar topamiz inshaalloh degan rosa niyatimiz bo'ladi. O'sha kunlar uzoq kuttirmadi. Oradan 10 yil o'tib dadamiz ekkan urug' o'zini mevasini berdi. Har bir qilingan investitsiya foydasini berar ekan va dunyoda tikish mumkin bo'lgan eng baland rentabelligi yuqori narsa bu ta'lim ekan.